Sehrli chashma. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda bir shoh va malika bo'lgan ekan. Ularning farzandi yo'q ekan. Shoh ham, malika ham farzand ko'rishni juda xohlashar ekan. Dunyoning har tarafidan kelgan eng mashhur tabiblar malikani ko'zdan kechirishibdi. Turli tuman giyohlardan dori-darmon tayyorlashibdi, ammo hech qaysisi foyda bermabdi. Ular kunlarini shu tarzda xafagarchilikda o'tkazaverishibdi. Nihoyat shoh va malika qarigan chog'larida bir qiz ko'rishibdi. Shoh xursand bo'lib xalqqa ziyofat beribdi. Kunlar o'tibdi. Enagalarning parvarishi ostida qiz ulg'aya boshlabdi. U ulg'aygani sari go'zal qizga aylanibdi. Ammo balog'atga yetganida vujudini yaralar bosibdi. Qizning bu holiga achingan shoh bilan malika mamlakatning barcha tabiblarini saroyga chaqirtirishibdi. Tabiblar noyob malhamlar tayyorlashibdi. Onasi qizning vujudiga tabiblar tayyorlagan malhamlarni suribdi, lekin bu ham foyda bermabdi. Yaralar kamayish o'rniga ko'payaveribdi. Yosh malikaning vujudi yaraga to'lib ketibdi. Kasali og'irligidan u harakat qila olmay qolibdi. Qizning ko'z yoshlari ham, yaralaridan oqayotgan qoni ham to'xtamabdi. Chorasiz qolgan shoh saroy zargarlariga qizning tanasini boshdan oyoq tilla bilan qoplab turibdi. Shu yo'sinda oqayotgan qonlar to'xtabdi, ammo yaralar tuzalmabdi. Qizning ahvoli og'irlashaveribdi. Shoh ham, malika ham nahot qizimizning dardiga hech qanday chora bo'lmasa deb xafa bo'lishibdi. Yosh malikaning vujudi oltin bilan qoplanganligi haqidagi xabar mamlakatning har tomoniga tarqalibdi. Hamma kasal malikaga qiziqa boshlabdi. O'g'rilar, jodugar, xotinlar saroyga kirib, qizning ustidagi oltinlarni qo'lga kiritish chorasini izlashga tushibdi. Bu mamlakatda hamma qo'rqadigan bir jodugar bor ekan. Qari bo'lishiga qaramay kuchli, baquvvat bu jodugar xotin kiyimlarini o'zgartirib, hech kimga bildirmay turli yomonliklarga qo'l urarkan. Xullas shu xotin o'zini hech kimga tanitmaslik uchun boshqa qiyofaga kiribdi. Qo'liga bir qop olib, saroy oldiga olib kelib, saroy darvozabonlarini chaqirib debdi: "O'g'lim, men Yamandan kelyapman. U yerning juda nomdor tabiblaridan birining qiziman. Otam vafot etmasdan oldin dorilardan qanday foydalanishni menga o'rgatgandi. Turli kasallarni tez davolay olaman. Yosh malikaning tanasiga yara chiqqani haqida xabar topdim. Hoziroq borib shohga ayt, ruxsat bersa qizini tezda davolayman." Darvozabon bosh hojibga uning aytganlarini yetkazibdi. U bo'lsa malikaga xabar beribdi. Malika o'sha zahoti shohga bildiribdi. Shoh darhol amr berib jodugarni chorlabdi. Unga: "Agar rostdan ham qizimni davolasang, senga boylik va'da qilaman, aksi bo'lsa kallang ketadi", debdi. Jodugar xotin yer o'pib ta'zim qilgach shunday debdi: "Siz hech ham tashvish chekmang. Har qanday kasalliklarga davo bo'ladigan dorilarni bilaman. Bu dorilar faqat mening mamlakatimda o'sadigan giyohlardan, gullardan tayyorlanadi. Bu ishni yer yuzida mendan boshqa hech kim bilmaydi. Men yosh malika bilan bir xonada 3-4 kun yolg'iz qolishim, yonimizga hech kim kirmasligi kerak." Shoh unga ishonibdi. Saroy bog'ining to'rida kichik ko'shk bor ekan. Qiz bilan xotinni ko'shkda yolg'iz qoldirishibdi. Yarim tunda jodugar xotin qopni ochib qizga: "Qo'zichog'im, oldin ustingdagi oltin qoplamani chiqarish kerak. Undan so'ng yarangga malham surtaman", debdi. Hech narsadan xabarsiz bechora qiz "Sog'ayaman, yaralardan qutulaman" deb xursand bo'libdi. Jodugar qizning tanasi ustidagi oltin qoplamini chiqarib olibdi. Qopdan bir shisha chiqarib, ichidagi sehrli suvni qizning vujudiga sepibdi. Yosh malika nima bo'lganini anglolmabdi. Birozdan so'ng boshi aylanib, ko'zi xiralashibdi. Sal o'tgach hushidan ketib, turgan joyida yiqilibdi.
jodugar xotin vaqtini boy bermay oltinlarni kichik bo'laklarga bo'lib qopga solibdi. Qizga eski ko'ylak kiydiribdi. So'ng uni orqalab ko'shkdan chiqibdi. Malikani orqalagancha bir necha soat yo'l yuribdi. Nihoyat saroydan ancha uzoqlashgach, qizni yo'lning chetida qoldirib, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Yosh malika ertalabga yaqin hushiga kelibdi. Atrofga qarasa, kimsasiz bir tog' boshida emish. Tanasidagi oltinlar yo'q emish. Yaralari oldingidan ko'ra qattiqroq azob bera boshlabdi. Qonlar oqaveribdi. Ustida eski ko'ylak. Chorasiz holda atrofni keza boshlabdi. Nogahon bir buloq ko'rib qolibdi. Borib bu buloqda yuz ko'zini yuvibdi. Hovuch suv ichibdi. So'ngra buloq suvini vujudidagi yaralariga surtibdi. Yaraga suv tegar-tegmas darhol bitibdi. Shunday qilib qiz tamoman sog'ayibdi. Qiz xursandligidan qo'shiq aytib yo'lga tushibdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Qir-adir oshibdi. 6 oyu 1 kun o'tibdi. Yura bir dalaga yetib kelibdi. Dalada bir keksa odam qo'sh haydayotgan ekan. Qiz uning yoniga borib non so'rabdi. So'ng dehqonga boshidan o'tganini so'zlab beribdi. Dehqon qizning qornini to'ydiribdi. Ular oqshomga yaqin dehqonning uyiga qaytishibdi. Dehqonning kampiri bilan voyaga yetgan o'g'li bor ekan. Ular ham qizni ko'rib xursand bo'lishibdi. Shu tarzda birgalikda go'zal hayot kechira boshlashibdi. Dehqon o'g'li bilan qizni nikohlab katta to'y tomosha qilib beribdi. 2 yosh juda ham baxtli ekanlar. Yillar o'tibdi. Ular o'g'illi bo'lishibdi. Yosh xotin eriga shunday debdi: "Bu dunyoning ishlari qiziq. Men kim edim, kim bo'ldim? Bundan keyin kim bo'laman Xudo biladi, ammo hayotimdan xursandman. Faqat bir iltimosim bor. Agar ruxsat bersang, o'g'limning ismini men qo'ysam. Bundan so'ng ham bolalarimiz bo'lsa, otlarini men qo'ysam." Eri uning bu tilagiga rozi bo'libdi. Yosh xotin bolasiga kim edim deb ism qo'yibdi. Oradan yillar o'tib yana bir o'g'il ko'rishibdi. Unga kim bo'ldim nomini berishibdi. Kim edim bilan kim bo'ldim 2-3 yoshga kirganida yana bir o'g'lon dunyoga kelibdi. Yosh ona unga kim bo'laman deb nom qo'yibdi. Bir kuni bolalar ota-onasi bilan dalaga borishibdi. Kattalar dalada ishlashibdi, bolalar yo'l chetida o'ynashibdi. Shu paytda sayohatdan qaytayotgan shoh ularga yaqin joydan o'tib qolibdi. Bolalar shohning e'tiborini tortibdi. Podshoh aravadan tushib bolalarni sevib erkalabdi. So'ngra ismlarini so'rabdi. Kim edim, kim bo'ldim, kim bo'laman ismlarini eshitib hayron bo'libdi. Chunki u shu kunga qadar bunaqa ism eshitmagan ekan. Ular suhbatlashayotganda yosh ota-ona uning yoniga kelib, keksaygan shohni qizi shu zahoti tanibdi. Shoh ulardan farzandlaringizga nima uchun bunaqa ism qo'ydingiz deb so'rabdi. Qiz yig'lay boshlabdi. So'ng yugurib borib otasini quchoqlab unga o'zini tanitibdi va boshidan o'tganlarini aytib beribdi. Keksa shoh qizini topib boshi osmonga yetibdi. Qizi, kuyovi va nevaralarini saroyga olib ketibdi. Shundan so'ng ular baxtiyor yashab, murod maqsadlariga yetishibdi. Kanalimizni rivoji uchun albatta videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying. Agar qolgan hikoyalarni eshitmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yishingizni unutmang. Videolarimizni kuzatib boring.